Assalomu alaykum obunachilar. Sovrinlarimizni birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga kelganmiz. Juda ham chiroyli holatda sovrinlarimiz bitgan. Razmerlarimiz 3 metrga 2,50. Lagalarimiz ko'rib turganingizdek 5 tadan. Xo'p, bularimiz vodiy bo'yicha dastavkasi ichida 5,700,000 so'mdan. Bundan ozroq arzonlari bor. Ranglilarimiz bu yoqda. Materiallar bir xil ketgan. Ko'rib turganingizdek juda chiroyli holatda chiqqan. Bularimiz narxi 5,5 million so'm. Dastavkasi ichida vodiy bo'yicha. Qolgan joylarga ham kelishtirib beriladi. Oyoqlarimiz yong'oqdan. Bundan kichikroq arzonlari ham bor. Hozir ularga ham o'tamiz. Mana bu yoqda ishlab chiqarish uchun nima kerak bo'lsa, yarim tayyor holatdagi ishlarimiz. Shunda gullarimiz o'yiladi kompyuterda. Ustaxonalarimiz. Bundan hozir arzonlarni ko'rsatamiz. Mana bu yoqda arzonroq sovrinlarimiz ham bor. Razmerlari 2,10 ga 2,60 bo'ladi. Chiroyli holatda, hali bular laklanmagan. Endi xudo xolasa tayyorlanadi. Ularimiz narxi hammasi 3,700,000 so'mdan dastavkasi ichida. Vodiy bo'yicha qolgan joylarga ham kelishtirib beriladi. Oyoqlarimiz yong'oqdan pishiq ishlar. Qo'llarimiz chakka ham e'tibor berasiz.